Mana sizlarga bermoqchi bo'lgan akkauntim yaxshi akkaunt. Akkauntinglarni choptirib qo'ygan bo'lsanglar yo sotgan bo'lsanglar akkauntni yuta olsanglar bo'ladi. Shartlari 1000 ga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Like, komment yozib ketasiz. O'rtog'ingizga jo'natib qo'yasiz. Vinicius, keyin Dembele, barcha kuchli o'yinchilar olingan. Bellingham, Pedri, Valverde, Nuno Mendes, Van Dijk, Gabriel, Hakimi, Alisson Becker, Donnarumma, Mbappe, Pires, Yamal yaxshi kuchaygan. Pires 3 ta qora o'yinchi bor. Rivaldo, Salah, Holland. 2 ta Reservesda 4 ta o'yinchi bor. 2 ta pushti kartali o'yinchimiz bor. Birinchi qora olingan, Dezayli tushgan. Sizlar olganinglarcha, shuni yutib olganinglarcha ikkinchisini ham olib qo'yadi. Chempionatdan boshlanadi. Chempionatdan ham yutib yana bitta siyoh rang kartani oladi. Keyin sezon passidan ham oladi. Bolalar go 10-may kuni mana shu akkauntni bitta obunachimizga berib yuboraman. O'tib hamma shartlarni bajarib qatnashib qo'yinglar.